Keyingi yillarda mamlakatimizda transport logistika xizmatlarini ko'rsatuvchi tashkilotlar soni ortib bormoqda. Bu boradagi islohotlar turli xil yuklarni avtomobil yo'li orqali xavfsiz va o'z vaqtida yetkazishga xizmat qilmoqda. Jumladan bojxona imtiyozlarining yaratilgani va ochiq turdagi bojxona omborlari tadbirkorlar uchun qulay sharoitni yaratib bermoqda. Muxbirimizning navbatdagi lavhasi aynan shu haqda. Mana bu mas'uliyati cheklangan jamiyat avtomobil yo'li orqali yuk tashish sohasida samarali faoliyat yuritib kelmoqda. Korxona qisqa vaqt ichida hududiy va respublika miqyosida ishonchli transport logistika xizmatlarini ko'rsatuvchi tashkilot sifatida o'z o'rnini topdi. Bir nechta xalqaro sertifikatlarga ega. Bu ushbu sohada qonunchilikda ruxsat etilgan xizmatlarni keng qamrovda amalga oshirish imkoniyati mavjudligini tasdiqlaydi. Tashkilot tomonidan 2024-2025 yillarda import qilingan tovarlar hajmi 483,6 ming AQSh dollarni yoki 189,8 tonnani tashkil etgan. Asosan import operatsiyalari Litva, Germaniya va Xitoy davlatlaridir. Buning natijasida davlat budjetiga jami 1,5 milliard so'm miqdorda bojxona to'lovlari to'langan bo'lib, amaldagi qonunchilikka muvofiq 2 milliard so'm miqdorda bojxona imtiyozlari qo'llanilgan. 2022-yilda transport logistika markazimizni bevosita bojxona posti bilan birlashtirib, hozirgi kunda faoliyatimizning samaradorligi juda ham yaxshi bo'lgani sababli mana postimizda omborxonalarimiz mavjud. O'zbekiston Respublikasiga kirib kelayotgan yuk tovar mahsulotlarimizni shu yerda bevosita bojxona bilan birgalikda tadbirkorlarimizga ish faoliyatlarini yengillashtirish maqsadida faoliyatimizni tashkil qilganmiz. Buni rivojlantirish maqsadida yana deklarantlarimizni shu yerga joylashtirganmiz. Ilgari yuklarni deklaratsiya qilishda bevosita borib o'zi hamma tadbirkorlar o'zlari borgan holda bojxonaga borib registratsiya qilgan bo'lsa, hozir hamma narsa raqamlashtirishga o'tgan. Bojxonalarimizni soliq boshqarmasi bilan birgalikda integratsiyalashtirilgan. Bu yerdan chiqqan yuklarimizni va kirgan yuklarimizni bir tizimni o'zida ko'rish imkoniyatiga egamiz. Bojxona tomonidan berilgan ruxsatnomaga asosan korxona 2023-yildan ochiq turdagi bojxona ombori faoliyatini yo'lga qo'ygan bo'lib, bu yerda import yoki eksportga mo'ljallangan tovarlar bojxona rasmiylashtiruvi yakunlangunga qadar saqlanadi. Ochiq turdagi bojxona omborlarida tovarlarni saqlash, joylashtirish, qayta joylash va zarur hollarda ularning budligini ta'minlashga qaratilgan amallar bajariladi. Oldinlari respublikamizga import va eksport qilayotgan tovarlar 100% bojxona ko'rigiga o'tkazilar edi. Hozirgi xavfli boshqarish tizimi joriy qilingandan keyin tadbirkorlar qulaylik yaratish maqsadida va ham vaqtini ham xarajatini tejash maqsadida xavfni boshqarish tizimi yo'laklarga ajratdi tadbirkorlarni. Yashil, sariq, qizil yo'laklarga. Bunda hozir yashil yo'lakda bojxona deklaratsiyasini taqdim qiladi. Taqdim qilgandan keyin xavfni boshqarish tizimi uni xavf darajasiga qarab avtomatik quyidani rasmiylashtiradi. Sariq yo'lakda hujjatlar tekshiriladi hamda 3 soat ichida rasmiylashtirib chiqarilishi kerak. Qizil yo'lakda esa tovarlar 100% bojxona ko'rigidan o'tkazilgandan keyin bojxona deklaratsiyasi rasmiylashtiriladi. Ombor faoliyati bojxona organlari tomonidan qat'iy nazorat qilinadi, tovarlar esa belgilangan tartib va muddatlarda saqlanadi. Ochiq turdagi bojxona omborlari tadbirkorlar uchun qulay logistika sharoitini yaratib, tovarlarni rasmiylashtirish va tashqi savdo jarayonlarini samarali tashkil etishga xizmat qilmoqda.